Assalomu alaykum do'stlar, xudo xolasa bu sanamiz bugun 12-may 2026-yil. Bizda navbatdagi mashinalarimiz sotuvga kirib kelgan Kia Sonet ishqibozlari uchun yangi holatdagi eng fullni olib kelganmiz. Sababi yil 2025-yil atigi 17 ming probeg yurgan hali. Kraskalar radnoy, qaralgan, chizilgan, ishqalangan joylari umuman yo'q mashinamizda. Ko'rganlaringizdek, juda ham zo'r holat turibdi. Mashinamiz hali benzinda, unga gaz qo'yilmagan, zapaskalari tushmagan. Ko'rganlaringizdek. Bunga gaz pas qo'yish ham shart emas, sababi 5,5 litr rasxod qiladi. Benzin tanlamaydi. Chiqishlari qirilgan, chizilgan joylari yo'q. Yangi holat turibdi mashinamiz, ko'rganlaringizdek. 17.800 qancha bo'libdi, ko'rganlaringizdek, mashina zo'r holat turibdi. Hali shil laminatlari turibdi. O'ganidan o'zi bo'ladi. Mashinamiz kelingan bo'lsa, sidinlar sovta, sport, eko rejimlar, normal rejimlar bor. Judayam komfort mashincha desam bo'ladi, ixchamgina oilaviy. Mashina olganda xudo xolasa maza qilib aytaydi. Buni narxi keladigan bo'lsa, narxini do'stlar 16.800 dollar so'rayapman. Bemalol pastdan bilan aloqa chiqaverasiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.